Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizni kuzatib boruvchi tomoshabinlar. Mana bugungi ishimiz Panjakent shahrida bo'lgan 24-iyul 25-yil. Mana ko'rib, o'zingiz baho berishingiz mumkin. Beklarni yoqdi. Bu taraflarni ham ko'rib boramizmi endi? O'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Aziz tomoshabinlar, bu yerdagi ishimiz narx-navolariga kelib o'tadigan bo'lsak, soatini o'zi 50 so'mdan qilyapmiz. Materiallar bilan bo'lsa 120 so'm bo'ladi. Mana bu pesalarga o'zimizdan bo'ladi. Faqat shu sizdan telefon, svita muzkalari, nechta bilan qo'yiladigan bo'lsa shuni olib bersangiz. Tamam. Qolgan kileyu, samarez, reka Hammasi o'zimizda. O'zimizdan. Mana bu darojga qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz sizga. Mana aziz tomoshabinlar, darajkamiz. Agarki kanalimizga yangi bo'lsangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, yanada qiziqarli videolar va hamda yangi ishlarimizni qo'yib boramiz. Kimgaki shunaqa mikrofon ishlari ustalar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Shu ekranimizga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. WhatsApp mana shu telefon nomeriga joylangan. Mana aziz tomoshabinlar. Mana shuni joyimiz mana ekran qo'yamiz. Bu taraf keladigan bo'lsak, mana o'rtasiga plafonlar ham qo'yilgan ekan. So'nggi ishlarimiz ham, keyingi ishlarimiz ham shu Panjakentda bo'ladi, xudo xolasa tomoshabinlar. Ko'ktosh qishlog'ida. Xudo xolasa keyingi ishlarni ham bitirib, ana chiroyli qilib, mana shu kanalga joylaymiz. Shu kanalga kirishingiz mumkin aziz tomoshabinlar. Sog' va salomat bo'ling. Oldindan hammaga rahmat.